Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugungi videomda qaytadan sambusa qilganimni, majbur bo'lganimni sababini ko'rsataman. Bir kuni oldin chuborak qilgandim. Aytgancha chuborakni keyingi videomda ham to'liq ko'rsataman. Chuborakimdan farshim ko'p qoldi-yu, hamroshim yetmay qoldi. Ikkinchi kuniga ham yana hamrosh olishga to'g'ri keldi. Bunisiga farshim tugadi-yu, hamroshim ziyodi qoldi. Qaytadan nobud bo'lmasin deb sambusa qilishga to'g'ri keldi. Birato'la morozilnigimda tayyor samsani hamroshi ham bor edi. Uni ham ishlatib yurdim. O'lsam o'lay, bir kunga hammasini pishiray deb. Oshqovoqni mavsumi yeb olish kerak deb ishqilib ura-sura yeb oldik. Mazza qildik-ku. Hech nima nobud bo'lmadi. Salgina oshqovog'imdan tayyor farshim qoldi. Uni ham ertasi kuni yana bir narsa pishirdim. Bunaqasini ko'rganim yo'q, lekin oilamizga, o'zimga ham to'g'ri keldi, ma'qul keldi, zo'r narsa bo'lib chiqdi. Biron joyga ko'rganim ham yo'q, eshitganim ham yo'q. Keyingi videomda albatta ko'rsataman. Fikrlaringizni yozib qoldiring, maslahatlaringiz bo'lsa to'liq yozib qoldiring. Qancha o'rgansak shuncha kam degan fikrdaman. Hammasiga xursand bo'laman, qizlarjon. Bemalol yoqqan bo'lsa sizdan layk. Salomat bo'ling. Yoqimli ishtaha.